Qanday, tayyormisizlar? Ha. O to'g'am chiqanlar, gazini beramiz, ha? Sinfdoshlar ichida o'zimiz qolibmizlar bo'ydoqlar uylanmagan. Kuyov bola cho'chimay hammasini o'zim o'rgataman. Qayerda o'rgatasiz? Hali o'zingiz uylanmagansiz. Do'stim siz bilmaysizlar, ChatGPTdan so'rab beraman. Kunlaring ChatGPTga yo'llama. Chiqing tog'a, hamma narsa tayyor. Yana to'g'am chiqdi. Qutlug' bo'lsin to'ylari. Yarashibdi bo'ylari. O tog'a. Ha. Mahallada mana bu ballardan boshqa hech qaysi gapimga kirmaydi, tog'a. Nima qilay? Mana qo'limdan kelgan qilyapman, odamlar to'plab qo'ydim. Siz yashab-bering bo'ldi. Qolganini men o'zim eplayman. Chiqing arazlavermasdan. Nima? Samarqandga ketamanmi? Mashina yo'q-ku. Mashinangiz hozir kelyapti. Geli gaplashib qo'yganman, siz yaxshi ko'rayonni. Chiqing. Yo'q chiqdi. Qutlug' bo'lsin to'ylari. Yo'q. Yarashibdi bo'ylari. Kim ruxsat berdi? Nima bo'lyapti bu yerda? Mahalla kom bexabar nima bo'lyapti bu yerda? Sani sunnat to'ying bo'lyaptimi? Nima deyapsiz raisuvi? Sultamatda uylayapman. Yo'q. Qanaqasiga? Qani mashina? Ana kelyapti. Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichida Rossiyada musofirda yurganlar bo'lsa, men sizlarga Yubor ilovasidan foydalanishlaringni tavsiya qilaman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz bu ilovadan Rossiyadan O'zbekistonga xohlasangiz so'mda, xohlasangiz dollarda bemalol pul jo'natasiz. Yubor ilovasi Play Marketdan App Store'da ham bor. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan foydalanamiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. O'g'lim, tur. Tur. Keling, jog'am, salqinda o'tirib yeb olaylik, yurib yemaylik. Ma aka. Bu bitta 05 bezgaz aka. Ey o'rtoqlar, hammaga Qurbon hayit muborak bo'lsin. Yana qo'shimchasiga juma ayyom muborak bo'lsin. Ana nima bo'lsa bo'ldi, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqani ham muborak bo'lsin. Dada hayitlar berasizmi? Beramiz-da. Tortinchi mana shuni. Saninchi nechta ekan? Vo. Умиси. Жикан, пришли. 30.